Shuni kutardik, zo'r ziyofat qilardi. Osh yeb hamma yo'q deganidan keyin bir tiyin haqqimiz qolmasdi. Bir tiyin. Shuning uchun xayr bo'lgan, barakot bo'lgan, zo'r bo'lgan. Osmondan qorlar zo'r yoqqan. Yomg'irlar zo'r yoqqan. Suv muammo degan narsa bitta gazetada ham yozilmagan. Hozir suv muammo degan narsa internet tarmoq hamma yo'q to'la. Nimaga suv muammo? Suvshunoslardan so'raylar ishim masalan. Yer ostida ham suv ozayib ketgan. Tog'larda ham muz, qoram oz. Agar bu ketishimiz bo'lsa, ya'ni xiyonatlar, aldovlar, bir-birini podderishga qilmasliklar, faqat o'zini o'ylab jimotlarcha yashashlar tarzimiz o'zgarmaydigan bo'lsa, bu hali yirunda bu xolvasi bu. Xudo bundan battar xorlab yuboradi. Ko'zimizni ochaylik ekanlar. Uyg'onaylik. Xudodan kelgan narsani eplolmay qolamiz.